Uning ismi har bir hind kinosi muxlisiga yaxshi tanish. Abhishek Bachchan iqtidorli aktyor, prodyuser va Bachchanlar sulolasining haqiqiy vorisi. O'zbekistonda uni ko'pchilik yaxshi ko'radi, ayniqsa mashhur filmlari uchun. Masalan, Poygachi filmida Abhishek jasur politsiyachini o'ynagan. U ayyor jinoyatchilarni quvib yurardi. Bu jangovar film haqiqiy hitga aylanib, uni Bollivudning eng mashhur aktyorlaridan biriga aylantirdi. Biroq uning mashhurligi faqat jangovar filmlar bilan cheklanmagan. Masalan, Guru filmi teran ma'nosi va ruhiy kuchli mavzusi bilan ko'plab o'zbekistonlik tomoshabinlarning qalbini zabt etdi. Noldan boshlab biznes imperiya barpo etgan inson haqidagi bu hikoya o'zbeklar uchun alohida ahamiyatga ega. Chunki mehnatkash va maqsadga intiluvchan insonlar yurtimizda har doim qadrlanadi. Romantik rollar ham unga juda yarashadi. Hech qachon Alvido dema filmida Abhishek sevgi va iztirobni mukammal namoyon etgan. Uning Preeti Zinta va Rani Mukherjee bilan birgalikdagi duetlari hech kimni befarq qoldirmagan. Lekin yulduzlik maqomiga qaramasdan u uchun eng muhimi oila. U go'zal Aishwarya Rayning turmush o'rtog'i va mehribon ota. Ko'pchilik ularni Bollivudning eng go'zal juftliklaridan biri deb hisoblaydi. Bizda u bilan intervyu olish uchun noyob imkoniyat bo'ldi. Sharoit va vaqtga qarab, imkoni boricha ko'proq savollar berishga harakat qildik. Abhishek, O'zbekistonga xush kelibsiz. Siz bir necha bor aytgandingizki, Bollivud faqat kino sanoati emas, balki butun bir madaniyatdir. Hind kinosi bilan endi tanishayotganlarga bu madaniyatni qanday tavsiflab bergan bo'lardingiz? Every country has their unique cinema. Har bir mamlakatning o'z kinosi bor va u millatning madaniyatini ifoda etadi. Hind madaniyati ham filmlarimizda aks etiladi. Hind kinosi o'ziga xos va boshqa hech bir narsaga o'xshamaydi. Men doimo aytaman, filmlarimiz thali degan mashhur hind taomiga o'xshaydi. Unda hammasi bor: achchiq, shirin, nordon, issiq va sovuq. Filmlarimiz ham shunday, barcha tuyg'ular bor. Va men eng ko'p yaxshi ko'radigan narsa, filmni tomosha qilib bo'lgach, albatta adolat g'alaba qiladi. And the greatest thing for me that I love about Indian cinema is after 3 hours you get poetic justice. Siz ko'pincha jiddiy va xarizmatik qahramonlarni o'ynaysiz. Ammo shunday bo'lganmiki, butunlay noodatiy rol, super qahramon, jinni olim yoki yovuz qahramonni o'ynashni istaganmisiz? I'd love to. Albatta, men yangi qiyofalarni sinab ko'rishni istayman. Aktyor sifatida men hech qanday cheklovni istamayman. Xalqaro madaniyatlar uchun ham qiziqaman. Bugun ertalab men O'zbek kinosi tarixi muzeyida bo'ldim va bu yerda qanday ajoyib tarixiy filmlar yaratilayotganini ko'rdim. Men shunday filmda ham tarixiy qahramon sifatida ham ishtirok etishga tayyorman. Balki o'zbek rejissyorlaridan kimdir mening ishlarimni ko'rib, birgalikda ishlashni istar. O'zbekiston va Hindiston tarixiy o'rtasida juda ko'p o'xshashliklar bor. Agar Bollivud yulduzning mahalliy filmda ishtirok etish imkoniyati ko'rib chiqilsa, shubhasiz, unga tarixiy yoki hujjatli filmda munosib rol topiladi. Bu albatta gonorar miqdori va film byudjetiga bog'liq. Abhishek Bachchanning gonorarlari sir saqlanadi va bir qator omillarga qarab belgilanadi. O'zbekistonlik rejissyorlar ishlagan filmlarda rol o'ynamaslikni albatta vaqt ko'rsatadi. Otangiz haqiqiy afsona. Qachonlardir uning shuhrati sizga bosim bo'lganmi? Masalan, filmlaringizni yoki aktyorlik uslubingizni otangiz bilan solishtirishganda. No, never. I never looked upon it like Yo'q, that. men hech qachon buni bosim deb qabul qilmaganman. Aksincha, men bundan faxrlanaman. Agar odamlar meni otam bilan solishtirayotgan bo'lsa, demak menda unga yaqin bir jihat bor deb o'ylashadi. Bu men uchun sharaf va ilhom manbai. Bu menga yanada ko'proq mehnat qilish va oila nomini munosib ravishda olib yurishga rag'bat beradi. That means somewhere you feel I am worthy of being compared to the best. And that's good enough for me.
Bir intervyuda shunday degansiz: karyerangiz boshida ko'p rejissyorlar siz bilan ishlashdan bosh tortgan va hatto aktyorlikdan voz kechmoqchi bo'lgansiz. Lekin otangiz aytgan ekan: "Men seni taslim bo'lish uchun dunyoga keltirmaganman va senga unday tarbiya bermaganman." Bu rostmi yoki u o'zining aloqalarini ishlatgan holda yo'lingizni yengillashtirganmi? He actually did say that. Ha, u rostdan shunday degan. U menga hamkasb va ota sifatida sen har bir film bilan rivojlanyapsan, yo'ling uzoq, lekin ishlashda davom et va o'zingga ishon degan. Chiqib ketayotganimda esa men seni bu dunyoga keltirdim va senga taslim bo'lmaslikni o'rgatdim. Biz bachchalar hech qachon taslim bo'lmaymiz. Biz o'z o'rnimiz uchun kurashamiz degan. Bu men uchun hayotiy qoidaga aylandi. I think the greatest gift my father gave me as an actor. Bachanlar sulolasi faqat bir familiya emas, bu butun bir iste'dod va an'analar tarixi. Sulolaning asoschisi Harivansh Rai Bachchan buyuk hind shoiri va mutafakkir. Uning asarlari millionlab insonlarning qalbiga yo'l topgan va hind adabiyotining qimmatli merosiga aylangan. Uning Madhushalla poemasi hanuzgacha tildan tilga o'tib kelmoqda. Harivansh Rai Bachchan shuningdek Shekspirning Macbeth va Othello pyesalarini rus shoirlari Pushkin va Mayakovskiy asarlarini hind tiliga tarjima qilgan. Uning o'g'li Amitabh Bachchan esa bu an'anani kino olamida davom ettirgan. U hind kinosi afsonasiga aylangan. 200 dan ortiq filmda ishtirok etgan va ko'plab mukofotlarga loyiq ko'rilgan. Endilikda esa bu sharafli nomni Abhishek Bachchan munosib davom ettirmoqda. Ammo shunday meros ortidan yurish oson emas. Bu katta mas'uliyat va doimiy e'tibor. Nicolas Cage o'zini mashhur Coppola familiyasidan ajratish uchun taxallus olgan va bu bilan faqat aktyorlik mahorati bilan tanilishni istagan. Siz qachonlardir familiyangizni o'zgartirish haqida o'ylaganmisiz? Oh, that's right. Yo'q, hech qachon. Men uchun bachchalar familiyasini olib yurish ulkan sharaf va mas'uliyat. Bu nom menga bobom buyuk hind shoiri tomonidan berilgan. Uning ijodini hozirgacha qadrlashadi. Men har kuni shu nomga munosib bo'lish uchun mehnat qilaman va bu nomni hech qachon o'zgartirish xayolimga kelmagan. They mean the world to me, so I would never think of changing my name. O'zbekistonda Guru filmini juda yaxshi ko'rishadi. Ushbu rol ustida ishlayotganingizda haqiqiy tadbirkorlar tarixidan ilhom olganmisiz? Agar real biznes ochishga to'g'ri kelganida, u qanday biznes bo'lardi? Guru is a very special film for me. Guru men uchun juda alohida film. Rahmat bu filmni ko'rganingiz va qadrlanganingiz uchun. Bu loyihaga biz jonimizdan chiqib mehnat qildik. Bu filmda rafiqam Aishwarya ham ishtirok etgan va filmdan ko'p o'tmay biz turmush qurganmiz. Shuning uchun ham bu loyiha men uchun faqat kasbiy emas, balki shaxsiy ahamiyatga ham ega. Rejissyor mening ustozim va qadrli insonlarimdan biri Mani Ratnam edi. U menga ijodiy jihatdan katta ta'sir ko'rsatgan. Rolga tayyorgarlik paytida biz juda ko'p tadbirkorlarning hayotiy hikoyalarini o'rgandik. Biroq asosiy maqsadimiz aniq bir inson haqida hikoya qilish emas, balki taslim bo'lmaslik ruhini ko'rsatish edi. Bu ruh hali ham ko'pchilikni ilhomlantiradi. Kinodan tashqari men biznes bilan ham shug'ullanaman. Hindistonda menda bir nechta sport jamoalari bor. Sport mening haqiqiy muhabbatim. Kabaddi, futbol, kriketni yaxshi ko'raman. Sportni nafaqat tomosha qilishni, balki uni rivojlantirishda ishtirok etishni ham yoqtiraman. Shuning uchun kelajakda ham bu sohada faol bo'lishda davom etaman. Sizning muxlislaringiz shaxsiy hayotingizni doimo kuzatib borishadi. Oilangiz Bollywoodning haqiqiy afsonasi. Ommaviy axborot vositalarida va odamlar orasidagi gap-so'zlar sizga qanday ta'sir qiladi? You don't deal with it. Rostini aytsam, men bunday e'tibor bilan kurashmayman. Men o'z ishimga diqqat qarataman. Men aktyorman va odamlar meni filmlarim orqali yaxshi ko'rishadi. Oilam haqidagi qiziqish bu kinodagi mehnatimizning natijasi. Shuning uchun men asosiy e'tiborimni faqat ijodga qarataman.
Tushunamizki, odamlarga ekran ortidagi hayot ham qiziq, ammo men vaqt o'tishi bilan bunday e'tiborni hayotimning bir qismi sifatida qabul qilishni o'rgandim. Qiyinchiliklar ham bo'ladi albatta, ammo men yo'nalishimni yo'qotmaslikka harakat qilaman. Har doim bir narsani eslayman. Odamlar meni va oilamni sevishadi, chunki biz yaxshi filmlar yaratamiz. Comes along with it, you should just turn a deaf ear to, because people love me and my family because of the films we make. So that's all I concentrate on. Hamma insonda salbiy tomonlar bo'ladi. Ikkala juftlik ham dunyo miqyosidagi yulduz bo'lganda bir-birining muvaffaqiyatlariga hasad qilmasdan va munosabatlarni sog'lom saqlash uchun nima qilish kerak? Siz va Aishvaryani nazarda tutganda. I think Aishwarya and I were very lucky because Menimcha, men va Aishvaryaga juda omad kulib boqqan. Biz bir-birimizni hatto juftlik bo'lishdan oldin taniymiz. Biz avval hamkasb edik. Ko'p filmlarda birga ishladik va u mening yaqin do'stim edi. Bizning qoidamiz doim bir xil: ishni uyga olib kelmaslik. Uyda biz shunchaki turmush o'rtoqmiz. Farzandimiz Radhiyani ota-onasimiz, men ota-onamning farzandi, u esa rafiqam. Uyda hech kim yulduz emas. Biz birgalikda yashaydigan oddiy oilamiz. Shu narsa oilamizdagi asosiy qoida bo'lib qolgan. she was a very, very good friend of mine. At the end of the day, it's important not to bring your work home. At home, we're husband and wife, we're parents to our beautiful daughter Aradhya. Ko'pchilik Bollivudning yulduzli juftligining shaxsiy hayoti haqidagi har xil yangiliklarni eshitgan yoki o'qigan bo'lsa kerak. Ammo mehmonimizning javoblaridan ko'rinib turibdiki, turmush o'rtoqlar o'rtasida iliq munosabatlar va sevgi mavjud. Shuning uchun gap so'zlarni chetga surib qo'yamiz va intervyuni davom ettiramiz. Bollivud mashhur epik jang sahnalari bilan tanilgan. Ba'zan qahramon bir zarbda dushmanning bir necha metr uzoqlikka uchiradi. Sizningcha, shunday sahnalarda qanday makrlar bor yoki shunday vaziyatlar bo'ladimiki, sahna o'zi sizga kulgili tuyuladi? I love it all. Rostini aytsam, men bu narsalarni juda yaxshi ko'raman. Bu hind kinolarining sevimli jozibasi. Oddiy odam qila olmaydigan ishlarni qilish imkoniyatini beradi. Bunday sahnalar tomoshabinlarda orzu uyg'otadi. Men jangovar filmlar va tryuklarni yaxshi ko'raman. Agar imkoniyat bo'lsa, ko'pincha tryuklarni o'zim bajaraman. Bu sahnaga hayot beradi. Menga hech narsa hazil yoki g'ayritabiiy tuyulmaydi. Bu Bollivudning ruhi, ortiqcha yorqin va tomoshabob. Shuning uchun men bunday sahnalarda qatnashishdan zavq olaman. Hind kinosi bu shunchaki kino emas, balki haqiqiy his-tuyg'ular bayrami. I love all the action films. I love doing stunts. I like to do my own stunts when they allow me to. Hind kinolarida doim qo'shiqlar bo'ladi. Bu Bollivudning muqaddas an'anasi. Ammo shaxsiy hayotingizda hech qachon shunday bo'lganmiki, siz ham filmdagi kabi bir gap o'rnida qo'shiq aytgansiz? Misol uchun, Aishvaryaga sevgi serenadasi aytilganmi? Yes. Ha, albatta aytganman. Vaqt o'tishi bilan bu odatimizga aylanadi. Hindlar juda musiqiy xalq. O'zbeklar ham shunday. Biz musiqani kundalik hayotimizda juda ko'p ishlatamiz. Bayramlar, oilaviy uchrashuvlar, hatto oddiy suhbatlar chog'ida qo'shiq aytishimiz mumkin. Bu bolaligimizdan shakllangan odat. Musiqada shunday kuchi borki, u his-tuyg'ularimizni so'zlardan ham yaxshiroq ifoda etadi. Abhishek, bizda siz uchun qisqacha blitz-oпрос bor. Qaysi filmni qayta-qayta ko'rishingiz mumkin? Hindi film or Hind filmi desangiz, otamning Amar Akbar Anthony filmini qayta-qayta ko'raman. Qay birini eslatish qiyinroq? Murakkab ssenariyni yodlashmi yoki rafiqangiz do'kondan nima olib kelishingizni aytganini yodda saqlashmi? Albatta, rafiqam aytgan narsani yodda saqlash qiyinroq, chunki syomkada xatolik qilsangiz ikkinchi dubl bor. Lekin do'konda noto'g'ri narsa olsangiz hech qanday ikkinchi dubl yo'q. It's difficult, yes. Agar Marvel yoki DC olamlarida super qahramon bo'lganingizda, ismingiz qanday bo'lardi?
Men 15-16 yil avval Drona filmida Hind super qahramonini o'ynaganman. Shu qahramonni Marvel va yoki DC olamiga qo'shgan bo'lardim. Amitabh Bachchandan olgan eng yaxshi maslahat qanday edi? Bobom otamga doimo aytar edi, agar qalbing istagan narsa yuz bersa yaxshi, agar yuz bermasa undan ham yaxshi. Bu Xudoning ixtiyori va Xudo hech qachon yomonlik istamaydi. Men bu so'zlarga मन amal का हो qilaman. तो अच्छा और अगर ना हो तो और भी अच्छा. And he'll never think wrong for you. Ilgari burningiz sizga yoqmasligini aytgansiz. Plastik jarrohlik qildirganmisiz? No. Yo'q, qarang. Mana burnim o'zimniki. No. Kadr oldida qanday sahnani hech qachon ijro etmas bo'lar edingiz, hatto juda katta gonorar uchun ham. I'm not very comfortable with physical. Men fizik yaqinlikni namoyon etuvchi sahnalarda o'zimni noqulay his qilaman. Oilam bilan birga ko'rish mumkin bo'lgan filmlar yaratish tarafdoriman. Agar aktyor bo'lmaganingizda kim bo'lar edingiz? If I was not an actor, I would be Aktyorlikni intiqlik bilan izlayotgan bir ishsiz aktyor bo'lardim. trying to get a job. Syomka paytidagi eng qiziqarli yoki noodatiy lahza qanday bo'lgan? On set, there are lots. Har kuni shunday lahzalar bo'ladiki, aktyorlik mahorati shundan iboratki, hatto eng g'alati sahnalarda ham o'ziga ishonch bilan harakat qilish kerak. Every day for an actor. Aishvarya tayyorlaydigan eng mazali taom qaysi? I cook for Aishwarya. Aishvarya uchun men tayyorlayman. Onangizmi yoki sizmi? Qaysi biringiz yaxshi oshpaz? Onam pishirmaydi, uyda eng yaxshi oshpaz menman. Amitabh Bachchan cook. Yo'q, u faqat yeydi. Okay. I'm the cook in the family. I'm a good cook. Abhishek, aytishadiki, Xitoyda aholini hukumat sanaydi, Hindistonda esa Bollywood prodyuserlar. Demak, odamlar qancha ko'p bo'lsa, tomoshabinlar ham shuncha ko'p va bu yanada katta kassabob filmlar degan. Shunday ekan, agar har bir hindistonlik sizga filmlaringiz uchun 1 rupiyadan to'laganida, siz Ambani bilan raqobat qilgan bo'larmidingiz? Balki boy bo'lardim, lekin men pul uchun ishlamayman. Agar filmlarim orqali biror insonning hayotiga yaxshi ta'sir o'tkazsam, bu men uchun har qanday puldan qimmat. Thank you very much. Thank you. Nice to meet you. Thank and you. welcome in Uzbekistan. Thank you.